sof isitish kochollari zavodi 5 xil seriyadagi 20 xil o'lchamdan iborat kachollarni ishlab chiqaradi. Bu kachollar eng afzal tomoni elektr toksiz haroratni avtomatik nazorat qilib uzoq vaqt yonib beradi. Nomi длительный горение deydi. Ko'mir turiga qarab, kachollar turiga qarab 24 soat yonadigani bor. Bular 16 soat yonadi bir marta ko'mir zagruzkasi bilan. Bular 12 soat yonadi. Buları eng byudjetli variant 8 soat yonib beradi bir marta ko'mir zagruzkasi bilan. Hoka ko'mirga yonadigan qilsa bo'ladi. Turbo to'plamini 800 ming so'm qo'shib olsa, hoka variantda ham yonaveradi. Mahallani ko'mirida 100% ishlayveradi. Mana kontrollerlar Rossiyada chiqadi. Xohlagan turidan bor, bemalol sotib olsa bo'ladi. Ana endi Odiljon aka narxi bilan tanishtirsak. Albatta. Xo'p, eng arzonidan boshlamang, qimmatidan. Arzonidan boshlab chiqamiz aka. Bular byudjetli kachollarimiz, eng hamma narsaga yonadi. Gaz, ko'mir, o'tin, tappi, hamma elektr teng qo'yadigan joyi ham bor. Kacholni ichi bilan buni bosimi bir xil bo'ladi. Bu yerda kachollarimiz yig'iladi. Yig'iladi. O'sha hamma narsani buni o'zimiz qo'yamiz, buni o'zimiz qo'yamiz plastmassani. Buni o'zimiz. Xo'p, hozir sizlarga atayni tiqiltirib ko'rsatyapmizmi aka? Ataylardan tiqiltirib ko'rsatyapmiz.